Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, e'tiboringizda Nazar haftalik ma'lumot dasturi. Bu dasturimiz orqali o'tib borayotgan haftaning muhim xabarlariga birgalikda nazar tashlaymiz. Studiyada Davron Nasibxonov bugungi dasturimizda. Qirg'iziston-O'zbekiston hamkorligi ijobiy tomonga o'zgarmoqda. Bu borada ikki tomonlama kelishuvlarga qo'l qo'yildi. O'lkada maktab o'quvchilarining tushligi vaqtinchalik to'xtatilishi mumkin. Oziq-ovqatga ketuvchi xarajatni kitobga sarflash taklif qilinmoqda. Qirg'izistonda voyaga yetmaganlarga nikoh o'qish taqiqlanadi. Qonunga ko'ra imomlar nikoh o'qishdan avval yoshlarning pasportini talab qiladi. Batkenning Isfana shahrida yuk tashuvchi mashinalar uchun aylanma yo'l qurilmoqda. O'sh shahriga 3016 yil shahar kuni tantanali turda nishonlandi. Dasturimizda boshlaymiz. O'tgan hafta oxirida Qirg'izistondan 130 dan ortiq kishidan tashkil topgan delegatsiya O'zbekistonning Andijon shahriga bo'lgan bir kunlik ish safari bilan borib kelishdi. Bu safar ikki davlatning o'rtasidagi munosabatlarni mustahkamlab, muzlab ketayotgan muomalani eritishga yo'naltirilgan. Qirg'izistonlik delegatlarga birinchi vitse-premyer ministr Muhammad Qali Abulg'aziyev rahbarlik qilgan. Ularni O'zbekistonning premyer ministrining o'rinbosari Adham Ikromov rahbarligidagi rasmiylar kutib olishdi. Bu safar haqida navbatdagi lavhada tomosha qiling. Qirg'izistonning O'sh, Botken, Jalobod oblastlaridan 130 dan ortiq kishi O'zbekiston hukumatining rasmiy taklifi bilan Andijonga tashrif buyurdi. Qirg'izistonlik delegatlarga birinchi vitse-premyer ministr Muhammad Qali Abulg'aziyev rahbarlik qildi. Ularni O'zbekiston premyer ministrining o'rinbosari Adham Ikromov bosh bo'lgan rasmiylar kutib oldi. Bir kunlik safar chog'ida qirg'izistonlik delegatsiya Andijondagi Bobur nomidagi bog'da, Bobur muzeyida, Andijon davlat universitetida, Do'stlik uyida va yangi rekonstruksiyalangan Andijon temir yo'l vokzalida bo'lishdi. Qo'shiq va kuylar ishtirokchilarga yaxshi kayfiyat ulashdi. Andijon davlat universitetida 2003-yildan beri qirg'iz filologiyasi fakulteti ishlab kelmoqda. Unda 4-bosqichgacha hozirda 69 talaba bilim olmoqda. Bizda o'quv shartlari studentlar uchun ayvay yaxshi yaratilgan. O'quv kitoblari, muallimlarning o'sha o'quv usulida qo'llanmalari, o'shalarning negizida bilim olishadi. Bilim berish tarmog'idagi ma'lumotlar berilgandan keyin O'sh davlat universitetining rektori Qanibek Isaqov ikki davlat o'rtasidagi aloqalar mustahkamlanishiga hissa qo'shsin degan tilaklarini bildirdi. Yaxshi ma'no bilan to'solganligi bu qirg'iz-o'zbek muomalalari bundan keyin yaxshirat. Bayag'i kichkina bir qatal talablar, o'zgacha mana bajidagi, chegaradagi talablar yumsharadi degan bir cho'ng jishan belgi berib o'tadi. Bir qancha obyektlar bilan tanishtirilgandan keyin ikki davlat vakillari dasturxon atrofida suhbatlashdi. U yerda qirg'iz, o'zbek qo'shiqchilari ishtirokida konsert taqdim etildi. O'zbekistonlik qo'shiqchi Qirg'izistonim degan qo'shiqni ijro etishi ko'pchilikning e'tiborini qaratdi. Tadbir natijasida hamkorlikni yanada rivojlantirish bo'yicha shartnoma tuzildi. Uni O'zbekiston tomonidan Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarining rahbarlari va Qirg'izistonning Botken, Jalobod, O'sh oblastlarining rahbarlari va O'sh shahar meri imzoladi. Qarым-қатынастарын жақсарту бойынша ушул ар бир айда жолугуп, аларды ушул жолугуп өздөрүнчө бир иш пландарды түзүп, ошол чечилүүчү маселелерди ошол жеринде чечип, элибизге түрткү боюнча жаңы меморандумга кол коюлду. Сегодня мы говорим о новой форме, новом импульсе наших взаимоотношений, особенно в приграничных территориях, о которых сейчас сказал первый заместитель премьер-министра. И я уверен, что этот импульс Bir kunlik safar so'nggi 10 yildan beri bo'lgan birinchi safar bo'ldi. Ta'kidlab o'tsak, mazkur vaziyatni O'zbekiston prezidentining vazifasini bajaruvchi premyer ministr Shavkat Mirziyoyevni prezident saylovida ovoz to'plash harakatlaridan ekanligini ham taxmin qilganlar bo'ldi. Safar ishtirokchilari ikki davlat aloqasi yanada yaxshilansin degan tilak bilan qaytishdi.
Shunday qilib O'zbekiston Qirg'iziston bilan bo'lgan suz muomalasini sekin-astalik bilan bartaraf qilib 10 yillik muzni eritishga kirishdi. Bu safar xalq orasida muammo bo'lgan chegara masalasini hal qilishga ishonch ortib bormoqda. Bundan keyin qo'shnilarning Qirg'izistonga muomalasi yaxshi bo'lib ketadimi yoki qandaydir bir siyosiy maqsadlar amalga oshgandan keyin qaytadan suz muomala boshlanadimi? Shu mavzuda siyosiy tahlilchi Erkin Abdurazzoqov bizning kanal muxbirlari bilan suhbatlashdi. Aytingchi, O'zbekiston Qirg'iziston bilan nima sababdan munosabatlarini kutilmaganda yaxshilashga harakat qilmoqda? Себеби дегенде, мына алардыкыдагы 4-декабрда шайлоо болгон турат. Мына ушул шайлоодо Фергана өрөөнүндөгү жайланышкан, жиш жайланышкан калк бар. Экинчиси көпчүлүк мына кыргыз, тажик, ар кандай калктардан түзүлгөн диаспоралар бар. Ошолордун добушу маанилүү. Экинчиси өзүнчө мындай дүйнө глобалдашып интеграциянын жаңы деңгээлиге жеткенде Өзбекстан өзүнчө жабык өлкө катары өнүгө албасын түшүндү десек болот. Экинчиси Кыргызстандын мына дүйнөлүк деңгээлде интеграцияга киргендиги, ар кандай эл аралык уюмга мүчө болгондугу, көптөгөн иш-чараларды өткөрүү менен Россия жана улуу Кытай менен бирдиктүү жакшы саясатка кирип өнүгүп баратышы бул өзбекстандык саясатчылар албетте кайдыгер калтырбайт. Муну ошондуктан алгачкы кадам өзбек тараптан болуп атат. Qirg'iziston bilan O'zbekistonning muomalasining sustligi ma'lum. Nima deb o'ylaysiz? Bunga Karimovning ambitsiyasi sabab bo'lganmi yoki hozirgi prezident vazifasini bajaruvchisining siyosiy maqsadlari bormi boshqa? Мына сиз туура айттыңыз. Ислам Абдыганиевич Каримов бул диктатурага ыктаган, көптөн бери башкарып келген өзгөчө уникалдуу өлкөнү башкарды. Эгерде мына Каримовдон башка киши болсо, мындай көп саясатта долгожитель деп коелучу, мындай болмок эмес да. Эми ал деле түшүнүп атат. Азыркы Мирзиеевдин деле амбициясы күчтүү, ошол эле Каримовдун кадры. Бул деле азыр кичине саясатын жумшартып, кошуналар менен мамилени аракетти оңдоюн дегени бул дүйнөлүк коомчулуктун астында өзүнүн имиджин оңдогонго аракет кылып атат. O'zbekiston aloqani yumshatishga birinchi qadam tashladi. Bu chegaralar ochilib, bundan keyin doimiy qatnovlar bo'lib turishini tushuntiradimi? Чегара маселеси дагы эле калат. 400 километрден ашык дагы эле болсо ар кандай талаш тартыш жерлер бар, анан анклавтар бар. Ошого байланыштуу бул сүйлөшүү жолдору менен дипломатияны узартуу менен биздики Кыргызстан ушул уникалдуу келген мүмкүнчүлүктү толук кандуу пайдалануу менен бирок эч качан Кыргызстандын өзүнүн кызыкчылыгын чоң мамлекет бизге жакын, жакшы дос болуп келет деген таризде мындай жумшарткандан алысыраак болсо дегенди айтмакмын. Rahmat, dasturimiz davom etadi. O'sh shahar kuni tantanali ravishda nishonlandi. 3016 yillik tadbir yuqori darajada uyushtirilib, qadimgi shaharning tarixi teatrlashtirilib ko'rsatildi. Yana bir o'zgachaligi 500 qo'mishchi mashbo'toy kuyini ijro etishdi. Bularning barchasi bayram tadbirining rasmiy qismida bo'ldi. Bizning muxbirlarimiz kunning ikkinchi yarmidagi va undan keyingi shahar kuniga bag'ishlangan tadbirlarni to'liq yoritishdi. Unda rasmiy qismlarda bo'lgan muxbirlarimiz sizga o'z ta'sirotlarini aytib berishadi. Marhamat. Qadimiy O'sh shahri bugun 3016 yoshga to'ldi. O'tgan asrlar davomida shahar Sharq va G'arb davlatlarini bog'lagan ahamiyatli shahar bo'lishga erishdi. Undan tashqari O'sh shahri 4-5 asrlarda Buyuk Ipak yo'lining madaniy markaziga aylangan. Bu kabi ahamiyatli voqealar bugun tantanali tadbirda aks ettirildi. Büyük O'sh shahrining boshchisi qatori sizlarni qabul qilaman. Janob, bizning shahrimizda kelishingizga cho'ng rozichilik bildiraman. Shahardagi 80 dan ortiq millat vakillari yillar davomida birdamlikda yashab kelmoqda. Xalq vakillari bu kabi ko'p millatlar yashab kelayotgan shahar yanada rivojlanishiga ishonishadi. Har doim elimizden intimak ketmesin, şahrımızın oğmatı artıp, kadır barkı öse versin. Bayramımızlar kut olsun, hurmatlı şahırlıklar. Hozirda O'sh shahri rivojlanish yo'lida bormoqda. Shahar infrastrukturasi yaxshilanib, yashovchilarning daromadi ham ortmoqda. Bugungi bayram uyushtirilishi ham buni isbotlab berdi degan fikrni nafaqadagi siyosatchi tadbirkorlar bildirishdi. Mana mektepler qurulup atat, детсадтар qurulup atat, balдар baqchalari, köprüler qurulup atat.
Bir köprünün ornuna 3 köprü kuruldu 2 yıldan ele içinde. Eldin manayı жақшы. 3016 yillik munosabati bilan tadbirga qo'shni davlat vakillari ham tashrif buyurishdi. Ular O'shga bo'lgan safari chog'ida bayram bilan tabriklashdi. Shuningdek, savdo-iqtisodiy aloqalarni bundan keyin ham davom ettirishni bildirishdi. Bizning qal'alar bауырлас қалалар болып есептеледі. Ош пен Тараз сол бауырлас қалалардың қаламыздың қуанышын бөлісуге отырмыз. Мына мерекелеріңіз өтіп жатқан іс-шараларыңыз өте керемет. Shahar kuni munosabati bilan uyushtirilgan tadbir 2 soat davom etdi. Yakunida 500 nafar qo'mishchi Mashbotoy kuyini chertib berishi kelgan mehmonlarga manzur bo'ldi. O'lkada maktab o'quvchilarining tushki ovqatlanishi vaqtincha to'xtashi mumkin. Bunday tashabbusni Jo'g'ri Kengashning deputati Dastan Bekeshev ko'tardi. Uning fikricha, ovqatlanishga ajratilgan mablag'ni tejab ishlatib, o'quv qurollarini sotib olish hozirgi zamon talabi. Biroq Fan va Maorif ministrligi bunga rozi emas, sababi tushki ovqat o'quvchining darsga bo'lgan harakatini orttiradi. Shundan keyin deputatning taklifi jamoatchilik muhokamasiga tushib, qarama-qarshi fikrlar yaraldi. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Maktab o'quvchilarining tushki taomi jamiyatda qizg'in bahs-munozaralarni yaratmoqda. Bunga Jo'g'ri Kengash deputati Dastan Bekeshev aytgan tashabbus sabab bo'ldi. Unda deputat har yilda davlat g'aznasidan ajratilgan 450 million so'mni tejab kerakli yangi kitoblarni sotib olishni aytgan. Чынында өкмөт азыр ошол боюнча пока стратегияны түзүлөк да. Алар айтып атышат, жок биз пока бүт барына беребиз. Ооба, бүгүн мүмкүн бүгүн жетишет. Эртең мүмкүн жетишет. Акча. 2018 жылда, 2020 жылда кандай болот, ушундай проблема бар да. Deputatning taklifini ma'qullaganlar oz. Ko'pchilik o'quvchilarning tushki taomi doimiy berilishi kerak degan fikrda. Shunda bolani ongi yaxshilanib, bilim olishga salohiyati ortadi. Agar deputatlar davlat g'aznasini tejab, yangi kitoblar bilan ta'minlashni istasa, boshqa yo'llarni izlash kerak. Asır хотя бы аренда 20-25 сомдон bir жылда жалпы 1 миллион 200 бала төлөсө, ошондо биз bir жылда 600 миллион сом таптайбыз. Анан мына өкмөт 120 миллион берип атат, 720 миллионго биз действительно 2-3 жылда 100% жаңы китеп чыгарабыз. Mazkur fikrni Fan va ta'lim ministrligi ham ma'qulladi. Hozirda tushki taomning sifatini yaxshilab, o'quvchilarning bilim darajasini orttirishga qarata yaxshi harakatlar amalga oshirilmoqda. Sababi 2013-yilda issiq taomni optimallashtirish loyihasi bajarilib, 800 maktabning oshxonasi yangilangan. Shuningdek, maktablarda oshpazlar ham tayinlanib, hozircha muammo yo'q. Технологиялық карта деп коебуз, ошо технологиялык 135 тамактын технологиялык карталары иштелип чыккан. Булардын баардыгын поварлары, директорлордун баары тең окулган. Булар ошол толук кандуу, калориялуу, балдардын ден соолугуна жакшы жага турган витаминдүү тамактарды берип келишет. Masalaning bir tomoni tushki taomni nonushtaning o'rniga to'liqlab ota-onaga moddiy tomondan yordam bo'ladi. Shu sabab tashabbusni ko'rib chiqishda ijtimoiy tomondan kam ta'minlangan oilalarning ham sharoitini e'tiborga olish kerak. Мектептин өзүнүн статьясы бар, атыгы ысык тамактын өзүнүн статьясы бар. Ошон үчүн мен ойлойм, даже кичеке балдарга илгери билесиңер, Союз малында 3 жолу ысык тамак бериши да. Эми жок дегенде бир жолу ысык тамагын балдарга калтырып коюш керек. Балдарга шарт түзүп бериш керек. Балдар биздин келечегибиз. Тамак бериш керек, китебин бекер бериш керек. Даже автобус менен балдарыбызды бекер ташыса деле болот. Yangi o'quv yilidan boshlab Bishkek shahridagi o'quvchilar issiq taom o'rniga bulochka bilan sharbatga almashtirishgan. Tashabbus Bishkek shahar bilim berish boshqarmasi tomonidan qo'lga olinib, 14 so'mga bolalarga sifatli taom berish mumkin emas ekanligi ta'kidlangan. Bolalar bo'tqa kabi issiq taomlarni iste'mol qilishmay 90% chiqindiga tashlanar edi. Ага деген баланы деген кичине топук болгондой кылып гана дегенде тамактандырууга болот. Эгерде ушуну деген баягы биздин жакшы жаныбыздагы кошуна мамлекеттердеги деген өзүнүн деңгээлине жеткирип, жакшы деңгээлге жеткирип жогору кылса, бул абдан жакшы болмок. Ал акчалардын баарын алып туруп башка жакка которуп деген бул туура эмес. Eslatib o'tsak, o'quvchilarga bir mahal choy berishni to'xtatishni sobiq ministr Qanat Sadiqov ham taklif qilgan. U o'z taklifida bu yo'l bilan o'qituvchilar maoshini ko'tarib, bilim sifatini yaxshilash mumkinligini aytgan. Madina Ulug'bek qizi Gulzara Baqayeva, Jembek Sag'naliyev, Intimaq, Bishkek. Endi din xodimlari nikoh o'qish uchun 2 yoshning pasportlarini ko'rishadi. Bunga Jo'g'ri Kengash deputati Aida Salyanova taklif qilgan qonun loyihasi turtki bo'ldi. Qonunga ko'ra 18 yoshga to'lmagan qizlar turmushga chiqsa, ularga din xodimlari nikoh o'qigan bo'lsa, unda 3 yildan 5 yilgacha javobgarlikka tortiladi. Hozirda qonun loyihasi parlamentda qaralib, ko'pchilik deputatlarning ovozi bilan 3-o'qishga o'tdi. Bu haqda navbatdagi lavhada ko'ring.
Bahs munozaraga sabab bo'lgan qonun loyihasi balog'atga yetmagan qizlarning huquqini himoya qiladi. Bu vaqtgacha avvalgi urf bo'yicha qizlarni 12 yoshda turmushga berishni oldini olib rivojlangan davlatlar kabi inson huquqlarini himoya qilish davr talabi ekanligini Jo'g'ri Kengash deputati Aida Salyanova aytdi. Sababi so'nggi yillarda qarovsiz qolgan bolalar va arosatda qolgan ayol qizlarning soni ko'paygan. Demek hech qanday zaksi yo'q, hech qanday dokumentlari yo'q ele o'zining bayog'i turmushini tavakkallikka solib yashab жүрген qizlar ko'pda. Oyog'ida o'shanday qizlar turtilib ishga chiqib qoladi. O'shanda mamlakat anday qizlarni qo'rg'aydi. Antkeni qo'limda bir dokument yo'q bo'lsa, baldarda hech qanday go'ylik yo'q bo'lsa, kerak bo'lsa men seni tanımayman deb o'tirsa, atasi mamlakat tarafından hech qanday qo'rg'olmay qoladi-da. Teskarisincha tush tarafdan qo'rg'oladi anday qizlarcha. Qonun loyihasiga ko'ra 18 yoshgacha bo'lgan qizlarning turmush qurishi taqiqlanib, 2 yoshning nikohiga sharoit yaratib berganlar 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum etiladi. Sababi o'smirlarga turmush qurganligi bo'yicha guvohnoma berilmaganligi sabab ular ajrashib ketsa, qiz o'z huquqini himoya qila olmay qoladi. Bu davlat nazoratida ham bo'lmay, o'z joniga qasd qilgan vaziyatlar bo'lmoqda. Bu yerda moldalarning javobgarchiligini qarayotgani to'g'ri. Alar so'z turda javobgarchilik bo'lishi kerak. Agarda al pasportini qarab turib hozir qiybalsa, moldalar so'z turda javobga tortilib, sotga tortilib, javobga tortilib, ish qo'zg'alib, sotga olish kerak-da. Lekin qonunni inkor etib yashirin ish qilganlar ham bor. Arzimagan pul uchun nikoh o'qigan din vakillari bir oila kelajagiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Sababi olib qochib kelgan qizning roziligisiz nikoh o'qilib, oradan bir oy ham vaqt o'tmay ajrashganlarning soni ko'p. Shu sabab endi nikohni litsenziya olgan din vakillarigina o'qishga huquqli bo'ladi. Biz kimga nikohga o'taman degan kishini qattiq qolamiz. Kim misal uchun siz keldingiz, kelinchangizga erishib. Siz o'zingiz yolg'iz kelmaysiz. Biz so'zsiz turda sizning ota-onangizni da so'raymiz. Sizin pasportunuzdu, kelinchangizning pasportini, ota-onangizning pasportini, alarning qo'lin o'z qo'li bilan qo'l qo'yib beradi. Natijada sizlarning o'zingizning qilayotgan ishingizni o'zingizlar bekamdab berasizlar. Mazkur masala ijtimoiy tarmoqlarda ham qizg'in bahs munozaraga sabab bo'lib, qarshi fikr bildirganlar ham bor. Ayrimlar qonun loyihasi kerakli ekanligini aytsa, ayrimlar kishi huquqi buzilayotganligini aytishadi. Statistik ma'lumotlar bo'yicha 2000-yilga nisbatan 15-17 yoshdagi qizlar orasida homilasini oldirish 2 barobarga ko'paygan. Nekechi jo'q moldalar o'qimay qo'ysa, negizgi yaxshi cho'ng prinsiplarga qaramagan bo'ladi-da muftiyat. Anken sebebi organizm o'z o'rni kerak. Turmushqa tayyor emas. Qiz degan bola to'raydi, uy bilan ko'tadi, uydan teshigini ko'taradi. Anan men qarshiman. Ma'lumotlarga ko'ra, davlatda turmush qurgan qizlarning 15% 18 yoshgacha bo'lganlar, uning 1% 15 yoshgacha turmush qurganlar. Yevrosiyoning 35 davlat orasida 15-18 yoshgacha bo'lgan qizlarning turmushga chiqishi bo'yicha Qirg'iziston 5-o'rinda turadi. Dasturimiz davom etadi. Batkenning Isfana shahrida og'ir yuk tashuvchi mashinalar uchun aylanma yo'l qurilib foydalanishga topshirish arafasida. Ma'lum bo'lgandek, Laylak rayoniga qatnagan og'ir yuk tashuvchi mashinalar shahar oralab yengil mashinalarga to'sqinlik qilsa, bu muammo yaqin kunlarda hal qilinadi. Yo'lning umumiy uzunligi 6 km 200 metrni tashkil qilib, xalq hashar yo'li bilan qurilmoqda. Qurilish ishlari to'liq bitgandan so'ng foydalanishga topshiriladi. Og'ir yuk mashinalari Isfana shahrining Dadasyan ko'chasi bilan Qulundi hududi orqali ko'pincha Tojikistonga qatnaydi. Bozor, maktab kabi mahkamalar mana shu joyda joylashganligi sababli katta mashinalarning qatnovi piyodalar uchun xavfli. Shu bilan birga yo'l tirbandliklarga sabab bo'lmoqda. Qishning kunida nima ko'rib turasizlar bu yerda hozir. Xudo saqlasin, agar bir cho'ng mashina qochib ketsa bu yerda muzag'ildi. Bizda prop qoladi. Tig'in. 1 soat tig'in bo'ladi. Yo'lning ko'yga bizda bilan cho'ng. O'shaning uchun bizga ABS yo'l o'ta zarur. Tezroq bitib bersa bizga yaxshi bo'lib qoladi. Mazkur muammo sababli butun Laylak rayonining yashovchilari mahkama ishxonalarining yordami bilan og'ir yuk tashuvchi mashinalarga aylanma yo'l qurishni boshlashgan. Hozirda umumiy uzunligi 6 kilometrdan ortiq yo'lning qurilishi yakunlanib, foydalanish arafasida. Rayonimizning turg'unlarining qilgan dalolatini natijasında uşul 6 kilometre 200 metr bo'lgan Isfana shaharının aylanib o'tuvchi yo'lun qurilishinin ayaqta oldida turamiz. Bu rayonimizning bag'da bugungi kundagi yo'ldorning eng ma'naviylarının biri uşul bo'lib sanaladi.
Rayon hokimi Bekmurod Baymuratovning so'zlariga ko'ra, yangi yo'l bir hafta ichida foydalanishga topshiriladi. Bundan tashqari, joriy yilda Laylak rayonida transport va kommunikatsiya boshqarmasi tomonidan yo'llar ta'mirlangan. Maqsad qishlog'ida 1 kilometr 200 metr, Beshkent Qayrag'och yo'lining 1 kilometr 800 metr yo'liga asfalt to'shalgan. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz hozircha shulardan iborat edi. Keyingi haftada nazar orqali nazarlashguncha omon bo'ling.